Assalomu alaykum Nodir Ilyosovna. Siz bilan o'tgan safarga o'tkazgan suhbatimizdan keyin bizga yana savollar tushgan. Keling shu savollarga o'zingizdan javob olsak. Ota-onalar bolalar bo'yi uchun eng ko'p qaysi xatoni qilishadi? Ota-onalarning qiladigan eng ko'p xatosi bu bizani ota bilan onani bo'yi past, demak bolaning bo'yi past bo'ladi deb bunga e'tibor bermaslik. Keyingi xato keyin ham o'sib ketadi deb o'z vaqtida tashxis qo'ymaslik, doktorga olib bormaslik bo'ladi. Keyin bolalarga erta yoshdan kuchli sportlarga berish, yoshga mos bo'lmagan sportdan shug'ullantirish xato hisoblanadi. Undan keyin bolada kun tartibining yo'qligi, vaqtida uxlamaslik bunga olib keladi. Buni nazorat qilmaslik ham shu sabablardan bittasi bo'lsa, undan keyingi sabab ovqatlar tarkibida vitamin, oqsillar yetishmovchiligi. Ya'ni hozirgi bolalar nimani yaxshi ko'radi? Fast food. Bolam yesa bo'ldi deb ko'p fast food berib, ovqatni tartibini tekshirmaslik ham bunga olib keladi. Yana biri, vitaminlar bersam bolam bo'yi o'sib ketadi deb faqat vitaminlarni palapartish bilmasdan doktor nazoratsiz berilishi bo'lsa, undan keyin har yil bo'y nazoratiga olmaslik, ya'ni bolani bo'yini elementar uyda har yili o'lchab turmaslik sabablar hisoblanadi. Kommentariyamizga kelgan savollarga javob berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Agar sizda ham shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariy orqali yozib qoldiring.